Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilar. Bugun 2026-yil 2-fevral sanasi Moskva vaqti bilan soat erta bilan 8:34 ni ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rib turgan kurslaringiz, ya'ni $100 kursimiz 7637 rublni tashkil etmoqda. Bu Rossiya Sentralniy bankidagi dollarni rublga nisbatan kursi hisoblanadi. Adashtirib olmanglar, bu Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslari emas. Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Biz xoslarga mana shu ekranda ko'rinib turgan 11 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini, undan keyin esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 14 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Undan avval esa biz birinchi bo'lib O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslarini sizlarga tanishtirib chiqamiz. Birinchi bo'lib O'zbekistondagi dollar kursini aytib o'tamiz. O'zbekistonda $100 kursimiz 1,230,547 so'm tashkil etmoqda. Endi esa yevro kursini aytib o'tamiz. 100 yevro kursimiz esa O'zbekistonga 1,458,765 so'm tashkil etmoqda. Endi esa Rossiya rubl kursini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbekistonga 161,112 so'm tashkil etmoqda. Endi esa turk lirasini aytib o'tamiz. 1000 turk lirasi esa O'zbekistonga 282,882 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qozoq tangasini aytib o'tamiz. 1000 qozoq tangasi esa O'zbekistonga 24,307 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qirg'iz so'mini aytib o'tamiz. 1000 qirg'iz so'mimiz esa O'zbekistonga 140,714 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, har kuni shunaqa Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini video qilib chiqarishimiz holatida sizlardan iltimos qilgan bo'lardik. Mana shu videolarimizga bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgansiz, mana bu yerda qora yozishda pastda tugmasi turibdi. Shuni bir marta qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Videolarimizga like bosib, kommentariyalarda o'z ilm fikrlarini yozib qoldirayotgan barcha kanalimiz obunachilarga alohida o'z minnatdorchilik bildirgan holatda Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini Anjirpay programmasi orqali ko'rsatishni boshlaymiz. Ushbu Anjirpay programmasi juda ham qulay programma hisoblanadi. Ya'ni hozirgi kunda Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslari hamda O'zbekistondagi barcha kommunal to'lovlarga, kreditlar, jarimalar, barcha kommunal to'lovlarga ushbu programma orqali pul to'lasangiz bo'ladi. Ushbu programma orqali, ya'ni Visa kartaga 7621 rublimiz O'zbekiston barcha Visa kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Naqd pul jo'natadigan bo'lsangiz 7745 rublimiz $100 bo'lib ketmoqda. Ma'lumotni eslatib o'tamiz. Shu programmadan pul jo'natadigan bo'lsangiz 7 salik kod bo'ladi. O'zbekistondagi universal banklardan shu naqd pul o'tkazmasini naqd pul ko'rinishida qabul qilib olishingiz mumkin. Keyingi programmamiz Zolotoy Karon programmasi bo'ladi. Zolotoy Karonda $100 kursimiz 7928 rublni tashkil etmoqda. AKPay programmasida texnik ishlar davom etmoqda deyapti. Ya'ni hozir dollar hamda rubl jo'natish kurslari AKPayda ishlamayapti. Keyingi programmamiz Mirporlagi programmasi bo'ladi. Mirporlagida Uzbek promokodi bilan $100 kursimiz 7854 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Sberbank programmasini ko'rsatib o'tamiz. Sberbankda $100 kursimiz 7916 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Yubor programmasini ko'rsatib o'tamiz. Yubor programmasi $100 kursimiz 7869 rublni tashkil etmoqda. Endi esa MPay programmasini ko'rsatib o'tamiz. MPay programmasida ko'rishingiz mumkin. 7621 rublimiz O'zbekiston barcha Visa kartalariga $100 bo'lib ketmoqda. 7745 rublimiz naqd pul ko'rinishida $100 bo'lib ketmoqda. Ma'lumotni eslatib o'tamiz. MPay programmasidan pul jo'natadigansiz O'zbekistondagi universal banklardan bemalol naqd pul ko'rinishida qabul qilib olishingiz mumkin. Keyingi programmamiz Paygram programmasi bo'ladi. Paygramda 7621 rublimiz O'zbekiston barcha Visa kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Endi esa QuickPay programmasini ko'rsatib o'tamiz. QuickPay programmasi $100 kursimiz 7846 rublni tashkil etmoqda. Bundan ko'rinadiki,
2026 yil 2 fevral Moskva vaqti bilan soat erta bilan 8:40 holatga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi programmasi bu Anjir Pay programmasi bo'lmoqda. Ya'ni ko'rishingiz mumkin 7621 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalari $100 bo'lib tushmoqda. 7745 rublimiz $100 bo'lib ketmoqda. Ya'ni naqd pul ko'rinishida. Ushbu naqd pul ko'rinishida o'tkazgan pulingizni 7 sonlik kod bilan O'zbekistondagi faqatgina universal banklarda naqd pul ko'rinishida, ya'ni dollar ko'rinishida qabul qilib olishingiz mumkin. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, bundan keyingi o'rinlarda MP programmasi ham, ya'ni Anjir Pay programmasi bilan bir xil kurslarda ketmoqda ekan. Ya'ni 7621 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib ketmoqda. 7745 rublimiz esa naqd pul ko'rinishida $100 bo'lib ketmoqda. Ma'lumotlarni eslatib o'tamiz. Shu MP programmasi naqd pul o'tkazmasini amalga oshiradigan bo'lsangiz, O'zbekistondagi universal banklardan shu pul jo'natmasini naqd pul ko'rinishida qabul qilib olishingiz mumkin. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Endi esa mana shu ekranga ko'rintirgan 14 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta programmani kamisi haqini rubl ustiga qo'shib bir yo'l hisoblab aytib o'tib ketamiz. Anjir Pay programmasidan boshlaymiz. Anjir Pay programmasida O'zbekistondagi Uzcard va Humo kartalarini bemalol pul o'tkazsangiz bo'ladi. Ushbu programmada atigi 10 rubl kamisa qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 158.800 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Salam Pay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamisa qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 155.010 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz MP programmasi bo'ladi. Shu programmada atigi 14 rubl kamisa qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 114 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 158.800 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Mer Purlaki programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamisa qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 154.5 ming so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Avosend programmasi bo'ladi. Avosend programmasi mana ishlamayapti. Keyingi programmamiz Quick Pay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamisa qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 155.116 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Paygaram programmasi bo'ladi. Shu programmada 97 rubl kamisa qo'llanadi, ya'ni 1097 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 155.800 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tinko programmasi bo'ladi. Shu programmada har oy registratsiyadan o'tgan har bitta abonentiga ushbu programma 20 ming rublgacha limit beradi, ya'ni 20 ming rublgacha sizdan hech qanaqa kamisa qolmaydi, ya'ni ko'rishingiz mumkin 150 ming, ya'ni shu programmada 1000 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 150.198 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Zolotoy Karom programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamisa qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 155.538 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Yubor programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamisa qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 154.500 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Tezda programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamisa qo'llanadi, ya'ni 1050 rublimiz O'zbekiston barcha plastik kartalariga 157.862 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Sberbank programmasi bo'ladi. Sberbankdan Hamkorbank plastik kartasining rublimiz 152.266 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Agrobank, Xalq banki, Milliy bank va Mikrokredit bank plastik kartasining rublimiz 151.700 so'm bo'lishmoqda. Sberbankdan Uzumbank plastik kartasining rublimiz esa 153.022 so'm bo'lishmoqda. Bundan ko'rinadiki 2026 yil 2 fevral Moskva vaqti bilan soat erta bilan 8:45 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng baland rubl jo'natish kursi programmasi bu Anjir Pay programmasi bo'lmoqda. Ya'ni shu programmada atigi 10 rubl kamisa qo'llanadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 158.800 so'm bo'lishmoqda. Undan keyingi eng arzon programma esa MP programmasi bo'lmoqda, ya'ni ushbu programmada atigi 14 rubl kamisa qo'llanadi, ya'ni
kartasidan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 158.800 so'm borishmoqda. Mana qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslari hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Agarda shu videoroliklarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib kanalimizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog'-salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.